ko'pchilikdan kelayotgan savol bo'lyapti. O'shanga hozir qisqagina tez javob berib o'tib ketaman. Hozir men bu klientga berib yuboryapman. O'sha orasida hozir esimga tushib qoldi. Qaranglar. Mana bunaqa ko'pchilik aytadiki, mana bunaqada keldi, suvda turadigan gul ekan. Ha, gidropon. Gidropon любой gulda bo'ladi. Masalan, hozir qo'limda женский счастье. To'g'ri, женский счастье suvni yaxshi ko'radi, sepganni ham, anaqa qilganni ham o'zitiga nima deydi? Vadaxlab bu. Lekin biz tuvida turgani uchun suvni ko'paytirib olsak, ildizlarning orasida suv yig'ilishi boshlasa, chirishga olib keladi. Lekin suvda turadi. Lekin meni maslahatim tajribadan o'tgan holda maslaga aytaman, qaranglar mana. Amanda olinganda bir xil bilmaydi, qanaqadir nimadir ekilgan, ekining ildizi yo'q deydi. Qaranglar o'rtoqlar. Masalan, mana suv solib, bo'g'zigacha, hamma yog'igacha bundoq qilganda mamutlardan to'kiladigan suv quymaylar hech qachon. Chunki mana qaranglar, ildiz mana bu yerda. Mana bu yerda. Shuncha suv bo'lsa, ozgina suv bo'lsa, ildiz ichsa yetadi. Qo'yib qo'yinglar, shalpaygandan keyin bilasizlar, женский счастье xafa bo'lib qoladi. Qo'yib qo'yinglar, 2 soat, 3 soat tursin, turmasin emas, tursin. Keyin olinglar-da suvini to'kib tashlaylar. Постоянно suvda turishini men tavsiya qilmayman, rost ekansiga aytaman. Har zamonda ugulli suv qilib beringlar. Chunki bu постоянно suvda turgani uchun ildizi baribir chirishga olib keladi. Ugulli suv qilinglar. Masalan, mana bunga qancha suv qo'ysanglar, bemalol, masalan, drevesli ugul bo'lsa, bunda olinglar-da tashlab yuboringlar. Agar tabletkasi bo'lsa, 2-3 tasini maydanglar-da aralashtirib tashlab yuboringlar. Keyingi safar sug'orishinglarga 3-4 safar masalan, очередной o'qiganda, masalan, 1 litr suvga bitta stalovoy ложка pereks solinglar-da, aralashtirib kerakligini solinglar. 15 kun, 20 kunda bitta o'shanda bakteriyalarni, chunki bu turadi, suvda turgandan keyin mog'ollashga, chirishga olib keladi. O'shanga shu tavsiyani sizlarga beraman, to'g'risi. Mana olib to'kib tashlasanglar yana turaveradi mana suvda. O'shanga suvni ham ko'p qilmanglar, kam ham qoldirmanglar tegida, chirib qolmasligi uchun. Tajribadan o'tgan, sinalgan usulni sizlarga foydasi tegsin deb aytmoqman. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'linglar. Bu gul klientga ketdi.